O'zbekistonda aholini tadbirkorlikka jalb qilish va ularning moliyaviy savodxonligini oshirish borasida izchil islohotlar olib borilmoqda. Bu jarayonda banklar ham faol ishtirok etib, mahallabay ishlash tizimi joriy qilindi. 2025-yil 1-fevralga qadar har bir tuman bank filiali huzurida mahallabay ishlash bo'limlari tashkil etilib, ularga mahalla bankirlari tayinlandi. Shuningdek, Oktobank aksiyadorlik jamiyati tomonidan mahallada faoliyat yuritadigan yordamchi agentlar tanlab olindi. Mazkur tashabbus aholi bandligini ta'minlash va ularning daromadini oshirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Toshkent shahri Bektemir tumanidagi Nurli yo'l mahallasi misolida bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishib chiqdik. Oktobank aksiyadorlik jamiyati mahalla bankiri Ahmedov Abdug'ulom hamda tumani hokimligi vakillari aholini tayyor biznes loyihalar bilan tanishtirish, ularni amalga oshirishda faoliyati doirasida o'z yordamlarini berib kelmoqda. Va yana shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, mahallalarda aholining tadbirkorlik bilan shug'ullanishiga, ish o'rinlari yaratilishiga va moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan mahalla bankirlari tizimi o'z samarasini bermoqda desak, sira mubolag'a qilmagan bo'lamiz.